Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Mana kech bo'lishiga qaramasdan Toshkent viloyati Chirchiq shahriga 5 tonna biogomos olib keldik. Xonadon egalari hozir manzarali daraxtlar hamda gazonlar tagiga solish uchun biogomos zakaz qilishgan. Biogomos hozirgi qorli, yomg'irli ob-havoda oldinroq sepib olinsa, birinchi navbatda tomirni kuchaytirib beradi hamda tig'iz bo'lib, yaxshi o'sishiga, ko'm-ko'k bo'lib o'sishiga, samaradorligini oshirib beradi. Shuning uchun hozir 6 sotixlik joyga hozir 5 tonna biogomos solinyapti. Bu manzarali daraxtlar hamda gazonlar uchun asosan. Gazonlarga 5 sm dan 3 sm oralig'ida qo'yilsa, buni chuvalchangdan o'tkazgan, organizmdan o'tkazgan foydali mikro va makro elementlari tomirga singadi hamda tomirni kuchaytirib beradi. Kimga sifatli biogomoslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.